Xo'p, assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Demak, birinchi variantdan Samarqand to'plami bo'yicha 42 va 43 savollar yechimlarini ko'rib chiqamiz. Demak, 42 savolda bizga A, B, C, D, E, F, G, H, I, J organik moddalar berilibdi. A moddaning termik cracking jarayonida metan va faqat B modda hosil bo'lgan. Demak, termik cracking reaksiyasi berilib qo'ydi. Oldingizda kitob bor, o'shandan ko'rib boraverasiz. Demak, mana shunaqa sxema berilgan. C va G bu yerda gomologlar ekan, ya'ni CH2 guruhga bir-biridan farq qiladigan moddalar ekan. Demak, bu reaksiyani yozaveradigan bo'lsak, bizda sxemani birinchi yozib olaylik. Xo'p, A termik cracking qilingan va buning natijasida hosil bo'lgan. Demak, mana bu yerda metan hosil bo'lgan. Va mana bu qismda B moddadan hosil bo'lgan. Demak, metan va B modda hosil bo'ldi degan. Bu yerda metan va B modda hosil bo'lgan bo'lsa, demak bitta modda hosil bo'lgan deb aytilyapti, ikkita emas yoki boshqa emas. Xo'p, demak, metanga yorug'lik ta'sirida xlor qo'shilgan vaqtida demak xlor qo'shilgan vaqtida xo'p, xlor qo'shilibdi, ikkita vodorodini almashtirib yubordi. Mana ko'rib turibsiz, 4 ta edi, ikkitasi qoldi. CH2 xlordan ikkita tarkibli, demak, moddamiz hosil bo'libdi. Unga natriy OHning suvli eritmasi ta'sir etildi. Demak, natriy OHning suvli eritmasi ta'sir etildi. Suvli eritmasi ta'sir etilganda reaksiyalarni ham yozib ketay, birdaniga baribir so'ragan tagida. Xo'p, birinchi reaksiyasi mana natriy OHning suvli eritmasi ta'sir etilgan vaqtida CH2 xlor 2 ga nima bo'ladi? CH2 xlor 2 ga ta'sir etilgan vaqtimizda natriy ikkita xlorni olib chiqib ketadi. Natriy demak ikkita xlorni olib chiqib ketadi. Mana bu natriy kelib va dastlab CH2 ni tarkibida ikkita OH saqlagan birikma hosil bo'ladi. Lekin bu sirazi tarmoqlanib ketadi. Suv chiqarib yuborib o'zidan nimani hosil qiladi bu yerda? Demak, aldegidni hosil qiladi. Ya'ni mana bu OH xlorlar o'rniga kelib bittasi bu yoqdan joylashadi, bittasi bu yoqdan joylashadi, lekin bunaqa modda mavjud bo'la olmaydi. Ya'ni bitta uglerodda ikkita OH turishi mumkin emas. O'shaning uchun demak, tarmoqlanib ketadi, suv chiqarib yuboradi va CH2O aldegidni hosil qiladi. Plus xo'p, suv hosil bo'lar ekan. Mana bu birinchi reaksiya bizda. Xo'p, mana bu yerda hosil bo'layotgan moddamiz C moddaga tegishli aldegid, ya'ni CH2O bizga formaldegidga to'g'ri keladi. C moddani ham mana aniqlab oldik. Xo'p, mana shunday rang bilan belgilab ketsa yaxshiroq. Manimcha. Xo'p, mana bu C modda. Hozircha bizga mana shu modda aniq. Endi C moddaga kalsiy gidroksid harorat asidi qizitilsa, mana bu formaldegid ekanligini aniqlab oldik. Boshqa modda bo'lganga balkim kalsiy gidroksidni reaksiya sifatida ham olishimiz mumkin edi. Lekin bu yerda kalsiy gidroksid katalizator vazifasini bajaradi xolos. Xo'p, demak, katalizator ishtirokida 6 tasi formaldegidlar o'zaro birikishi natijasida nima hosil bo'ladi? Butler fraksiyasi sodir bo'ladi, ya'ni C6H12 va O6. Ya'ni glyukoza hosil bo'lyapti. Glyukoza D moddaga to'g'ri kelyapti bizda. D moddaga. Xo'p, yozib ketaveraman. Xo'p, demak, oxirida mavzu so'ragan. Rangni belgilab ketaylik. Mana bu D modda ekan. D moddaga to'g'ri kelyapti ekan. Xo'p, demak, mana shu markerlar zo'roq qiynatilyapti. Xo'p, demak, D modda parchalanish natijasida E modda va karbonat angidrid hosil qilgan. Karbonat angidrid hosil qilganini bilsak bo'ladi. Bu yerda spirtli achish jarayoni, ya'ni demak, etil spirt hosil bo'lgan. C2H5OH plus karbonat angidrid hosil bo'lgan. 2 qo'ysa reaksiya tenglashardi. Xo'p, C2H5OH ni demak, harflarda qora markerda yozib ketaveraman. Demak, E moddamiz bizga etil spirtiga to'g'ri kelar ekan. Demak, E modda qaysi spirtga to'g'ri kelar ekan? Etil spirtiga to'g'ri kelar ekan. Demak, ikkinchi bosqich reaksiyalariga o'tadigan bo'lsak, xo'p, mana shunaqa chizilyapti. Demak, mana shunaqa. Mana bu qismdan yana E modda hosil bo'ldi. Biz E moddani aniqlab olgan edik, C2H5OH edi, ya'ni mana bu qismda C2H5OH dan yana hosil bo'lgan. Demak, C2H5OH hosil bo'lgandan bilsak bilan, mana bu yerda aytib qo'yibdi, H2O ta'sir etilgan.
Nimaga H2O ta'sir ettirganimizda hosil bo'ladi OH. Demak, C2H4 ga H2O ta'sir ettirgan vaqtimizga nima hosil bo'lardi? Bir atomli spirt, ya'ni C2H5OH. Demak, hosil bo'lgan sulfat kislota ishtirokida, demak, suv bilan reaksiyaga kirishib C2H5OH hosil bo'lgan ekan. Xo'p, mana bu moddani aniqlab olaymiz hozirgina. C2H4 ekan. Ya'ni B modda C2H4 alken hosil bo'lgan ekan. Bunga bromli suv ta'sir ettirgan ekanmiz. Bromli. Demak, suv ta'sir ettirganmiz. Buni ham reaksiyasiga yozib ketaman. Xo'p, nima bo'ladi? Bromli suv ta'sir ettirgan vaqtimizga C2H4 mana bunday qo'sh bog' turibdi-yu. Bromli suv qo'sh bog' yoki uch bog' bor moddalarni rangsizlantirishi mumkin. Mana shunaqa holatga turibdi. Hozir mana bu qo'sh bog' uzilishini brom ta'sir ettirgan vaqtimizga qo'sh bog'lar ikki tomonga ochilib, bromlarni o'ziga biriktiradi. Ya'ni hosil bo'lgan modda C2H4 bromdan ikkita tarkibli modda hosil bo'ladi bizga. Demak, C2H4 bromdan ikkita. Bu moddani bizga F modda deb belgilab qo'yibdi. Mana F moddani ham aniqlab oldik. Xo'p, C2H4 bromdan ikkita. Demak, dibrom eten hosil bo'lgan ekan. Xo'p, demak bunga yana nima ta'sir ettirdi? Kaliy gidroksining spirt eritmasi ta'sir ettiribmiz. Kaliy gidroksining C2H5OH dagi eritmasini ta'sir ettirganmiz. Spirt eritmasi ta'sir ettirsa, demak, OH buni ham reaksiya yozib ketamiz mana. Xo'p, 4-reaksiya nima bo'ladi? C2H4 bromdan ikkitasiga ta'sir ettiradigan bo'lsak, demak, kaliy gidroksidni ta'sir ettirsak, kaliy mana bu ikkita bromni olib chiqib ketadi. O'rniga OH tashlamaydi. Suvli eritma emas, chunki bu ishqorning suvli eritmasi bo'lganda tashlab ketardi. Demak, bu spirt eritmasi bo'lganligi sababli OH bu yerga keladi, yana ikkita vodorodni olib chiqib ketadi. O'zi 4 ta edi. Demak, mana bu qismga nechta qoladi? C2H2. Mana bu yerda hosil bo'layotgan moddamizni yozib qo'yibdi o'zi. Masalan, shartda ham C2H2 hosil bo'lgan atsilen. Xo'p, bunga suv ta'sir ettirganmiz. Smog katalizatorlik ishtirokida suv ta'sir ettirganmiz. Demak, suv ta'sir ettirsak nima bo'ladi? Aynan mana shu, demak, nima alkenlar ichida faqatgina atsilen CH suv ta'sir ettirgan vaqtimizga nima bo'ladi? HOH ta'sir ettirsak, H lar joylashib oladi. Avvalo CH2 qo'sh bog' CHOH tarkibli moddani hosil qilib oladi. Mana shunaqa moddani hosil qilib oladi. Bu lekin LTK qoidasiga ko'ra, demak, bitta uglerodda ham qo'sh bog' ham OH turishi mumkin emas. O'sha uchun bular tarmoqlanib ketib, CH3 COH, ya'ni aldegid, asetaldegid yoki sirkaldegid desa bo'ladi. Mana shuni hosil qiladi. Bu yerda C2H4 ni hosil qiladi. Va bunga mis gidroksid ta'sir ettirilibdi. Masala sharti bo'yicha mis gidroksid ishtirokida oksidlaydigan bo'lsak, 6-reaksiya. Demak, buni ochib yozaman, tushunarli bo'lish uchun. OH plus, demak, mis gidroksid ishtirokida oksidlangan bu qism oksidlaydi. Mana bu qismni nima bo'ladi? CH3 COOH qo'shilgan. Demak, mis bir sariq cho'kma deganda, demak, biz mis bir gidroksid chiqaramiz. Agar qizil cho'kma desa, mana shu mis bir oksidni chiqarganimiz ma'qul. Mis bir oksid plus suv chiqib ketadi. Mana shunaqa reaksiyani tenglashtirsam, o'sha yerga qo'yamiz. Xo'p. Demak, mana shunaqa reaksiya bo'ladi. Mana bu yerda hosil bo'layotgan modda aytib o'tganimdek C2H4O2. Bunga yana kalsiy karbonat ta'sir ettirilibdi. Bu demak, qaysi moddaga to'g'ri keldi? G modda mana bu edi. G modda mana shu modda edi. H moddaga to'g'ri kelibdi bu. H moddaga. Xo'p, bunga yana ta'sir ettirilibdi nima? Kalsiy karbonat ta'sir ettirilibdi. Mana shu yerda yozib ketiraman. Xo'p, kalsiy karbonat ta'sir ettirilibdi. Bunda hosil bo'ladigan moddamiz, demak, buni ham reaksiyasiga yozamiz.
Hammasini yozib ketaylik birdan. Demak, buni ochib yozamiz. Mana bunaqa jarayon bo'ladi-da bunda. CO OH plus kalsiy karbonat. Demak, kalsiy mana bu qismga vodorod o'rniga joylashib oladi. CH3 ekvivalentli bo'lgani uchun bundan ikkitasi birikkishi kerak o'zaro. CO sirka kislotaning kalsiyli tuzi hosil bo'ladi-da. Demak, kalsiy mana bu qismga xuddi shunaqa CH3 CO demak kalsiy mana shunaqa bo'ladi. Demak, kalsiy hosil bo'ladi. Bu yerda nima chiqib ketadi? Demak, karbonat angidrid plus suv chiqib ketadi. Demak, mana bu yerda hosil bo'layotgan moddamiz CH3COO dan ikkita kalsiy. Mana shu modda hosil bo'lgan. Ko'pincha o'zi buni piroliz qilib beradi bizga. Demak, buni piroliz qiladigan bo'lsak, nima chiqadi? Piroliz qiladigan bo'lsak, yozib beradigan bo'lsak bo'ladi. O'zi kalsiy karbonat minus suv chiqib ketdi degan. Mana bu yerda kalsiy karbonat chiqib ketadi va bu yerda aseton hosil bo'ladi. Xo'p, oxirgi reaksiya mana shundan iborat edi. Hamma moddani aniqlab chiqdik. Demak, bu yerda CH3 CO kalsiyni o'zi mana bu moddaga to'g'ri kelyapti. Bu moddaga demak yot to'g'ri kelyapti. Xo'p, demak, bizda mana shunday edi. 8-reaksiya sifatida mana buni yozib qo'yamiz. 8-reaksiya sifatiga mana bu CH3 COO kalsiyni demak piroliz reaksiyasi nima bo'ladi? Bunda xo'p, men bu yoqda tushuntirib ketaveray. Mana bu qism xullas mana shunaysiga kalsiy karbonat bo'lib chiqib ketadi. Mana bu CH3 guruhi esa mana bu uglerodga birikish natijasida aseton hosil bo'lib qoladi. Demak, mana shu moddalar topilsa bo'lar ekan. Hammasini yozib chiqdik. A, B, C dedi. Hokazo. Demak, 43-savolga o'tamiz. Kamerani to'g'rilab qo'yaylik. Xo'p, mana shunday. O'zi ko'rinyaptimi? Mana shuni to'g'riladik. Endi davom ettiramiz. 43-savol raqamlangan probirkalarda 1-chi, 2-chi, 3-chi xulosa turli moddalar joylashgan. Demak, 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi xo'p probirkalar joylashgan. 1-chi raqamli probirkaga 5-chi raqamli eritmadan qo'yish jarayonida sariq rangli cho'kma hosil bo'ldi. Xo'p, 1-chi probirkaga xo'p 43-savol bizada 1-chi probirkaga qo'yibmiz 5-chi probirkadan. Va bunda sariq rangli modda hosil bo'lgan. Bu yerga 1 2 3 4 5-chi moddalarni yozib qo'yaylik. Nima bo'lsa aniq bo'lsa yozib ketaveramiz. Hop, 1-chi probirkaga qo'yilibdi 5-chi probirkali modda. Qo'yilish natijasida sariq rangli cho'kma hosil bo'ldi. Sariq rangli cho'kmalar juda ko'p. 1-chi raqamli probirkadagi eritma tarkibida kation alangani o'zaro sariq rangga bo'yadi. Demak, kationni bo'lsa bo'lar ekan bu yerda. Demak, natriy bo'lgan ekan kation. Demak, 1-chi probirkada natriy kationi bo'lgan ekan. Sariq rangga bo'yadigan natriyda. Hop, 4-chi va 5-chi probirkalar eritmalar aralashtirilganda hosil bo'lgan cho'kma 4-chi va 5-chi probirkalar o'zaro aralashtirilganda hosil bo'lgan cho'kma hosil bo'lgan cho'kma 4-chi va 6-chi raqamli probirkalardagi eritmalar aralashtirilganda 4-chi va 6-chi probirkalar eritmalar aralashtirilganda ajralgan gazning suv eritmasida erib ketadi va hosil bo'lgan eritma dolchin uchun sifat reaksiya. Dolchin bu mana bu yerdan yozib qo'yaylik. Aldegidda. Dolchin bu aldegid C6H5 CH qo'shboq CH demak mana shunday. Aldegidlar uchun sifat reaksiyasini beruvchi kumush oksidning amakdagi eritmasi bo'ladi. Xulosa chiqarsak bo'ladi, 4-chi va 5-chi tarkibidan bizda kumush oksid hosil bo'lgan. Demak, kumush qaysining tarkibida bor? 4 ta yoki 5 ta hozircha bilmaymiz. 4-chi va 6-chi raqamli probirkalar buni o'qidik. Erkak hosil bo'lgan eritma dolchin uchun sifat reaksiya. Buni ham o'qidik. 2-chi raqamli probirkadagi moddaning yonishiga yordam bermaydigan gaz
Demak, ikkinchi raqamli probirkadagi moddani yonishga yordam bermaydigan gaz oksidlay oladi va shu modda yonganda tajribachi ko'z qamashmasligi uchun maxsus ko'zoynak taqishga majbur. Demak, bu magniy bo'lgan. Ikkinchi probirkada magniy bo'lgan, ko'z qamashmasligiga yordam beradigan, ko'z qamashib ketadi agar magniy yonadigan bo'lsa karbonat angidridda. Demak, karbonat angidridda yonish kerak bo'lgan. Demak, xulosa. Xo'p, yonishga yordam bermaydigan gaz karbonat angidridda. Magniy bilan karbonat angidridning reaksiyasi yozib qo'yamiz. Magniy plus karbonat angidridda oksidlansa, demak magniy oksid plus demak is gazi hosil bo'ladi. Magniy plus 2 oksidlanish darajasiga o'tib oladi albatta. Xo'p, demak hosil bo'lgan dolchin uchun sifat reaksiyasi bo'la oladi. Ikkinchi raqamli probirkadagi moddani yonishi buni o'qidik. Uchinchi probirkadagi qizil rangli quruq modda bo'laklari to'rtinchi probirkaga solinganda hech qanday o'zgarish kuzatilmadi. To'rtinchi probirkada kumush oksid bormi yoki boshqa narsami ko'ramiz. Xo'p, birinchi probirkadagi tuz 164 gram taqsim mol tarkibidagi anion kislorodli kislota qoldig'i hisoblanadi. Xo'p, sariq rangli cho'kma hosil bo'lgan edi. Endi sariq rangli cho'kma 5-si, demak mana bu sariq rangli cho'kma mana bu qismda 5 ga tegishli ekanligini kumushni bilib olsak bo'ladi-da. Ya'ni 5-sining tarkibida ham kumush borligini bu yerdan bilib olsak bo'ladi. Chunki asosan sariq rangli cho'kmalarda kumush hosil qiladi. Masalan, 8-sinf programmada demak kumush yodid va kumush nitratlar kumush fosfatda sariq cho'kma sifatida berilgan. Bizga hozir aniqlasak bo'ladi, 164 gram ekan, mana bu yerda hosil bo'layotgan cho'kmamiz. Ya'ni cho'kmani hosil bo'lgan cho'kmaning tarkibida kumush bor aniq. Mana bu moddamiz natriydan qanaqadir birikmasi, uning massasi demak 164 ekan. Natriy, agar natriy yodid olib ko'radigan bo'lsa, massasi 23 ga 127, 100 lik bo'ladi. Demak, natriy fosfat olib ko'radigan bo'lsam, natriy fosfat olib ko'radigan bo'lsam, chindan ham 164 bilan 69 ga 95. Demak, 164 gram taqsim mol bo'lgan. Demak, dastlabki moddamizni bilib olsak bo'ladi. Buni o'chirib tashlaymiz. Natriy 3 PO4 ga to'g'ri keladi. Natriy 3 PO4 ga. Birinchi moddani xlorli tushirdim. Xo'p, birinchi moddaning tarkibida natriy 3 PO4 bo'lgan bo'lsa, kumush fosfat cho'kmaga tushgan mana bu yerda. Xo'p, kumush borligi aniqlangan uning tarkibida. Uchinchi probirkadagi modda maydalangan holatda sariq rangli kukun hosil qiladi. Xo'p, uchinchi probirkadagi qizil rangli modda bo'laklari deyilganda, demak, maydalangan holatda sariq bo'ladigan, bu demak nima? Smob 1 oksidi. Sariq bo'ladigan. Smob 2 oksidi esa qizil rangda bo'ladi, maydalanmagan holatda. Shundan bilib olsak bo'lar, uchinchi modda smob 2 oksid degan. Smob 2 oksid qizil, smob 1 oksid sariq. Xo'p, 4-chi probirkadagi eritmada erigan moddaning ishqoriy akkumulyatorlar tayyorlanadi. Eritmada erigan moddadan ishqoriy akkumulyatorlar tayyorlanadi. Xo'p, 4 tarkibida 5 tarkibida kumush bor, kumush oksid hosil bo'lgan. Demak, mana bunda kumush oksid hosil bo'lganda 4 tarkibida OH borligini bilib olsak bo'ladi. Va bu yerda ishqoriy akkumulyatorlar tayyorlashda foydalanadi. Ishqorligini ham bilib olsak bo'ladi-da. Xo'p, demak, ishqoriy akkumulyatorlar tayyorlashda foydalanadi. Ishqoriy akkumulyatorlar tayyorlashda demak kaliy gidroksid ishlatiladi. Shundan 4-moddamiz ham aniq. Kaliy gidroksid. Xo'sh, keyingisi 6-probirkada erigan tuz ajratib olib, qizdirib parchalansa, sim proporsionallanish reaksiyasiga kirishadi. 6-probirkada biza aniq bilardik nima hosil bo'lganini. Ya'ni ammiak bor edi, nima bor edi? Suv bor edi. Chunki 4 va 5-probirkalardagi eritmalar aralashtirish natijasida hosil bo'lgan oksid 4 va 6-probirkalar aralashtirish natijasida hosil bo'lgan gazning suvli eritmasi bilan ta'sirlashib erib ketib, demak, mana bu dolchin uchun sifat reaksiyasi hosil qiladi degandan ammiak bilan suv chiqqanini bilardik. Xo'p, 4 tarkibi kaliy gidroksid bo'lgandan keyin buni tarkibida ammiak bo'lgan. Sim proporsionallanish reaksiyasi deganni bilsak bo'ladi. Bu ammoniy nitrat. Ya'ni 6-moddamiz bizda ammoniy nitrit. Chunki sim proporsionallanish reaksiyasi so'z nima degani? Disproporsionallanish deganda bir xil oksidlanish darajasidan har xilga o'tishadi. Demak, ammoniy nitritni parchalaydigan bo'lsak, azot va suvga parchalanib ketadi. Mana oddiy modda hosil qildi deganda, shundan bilib olsak bo'ladi ammoniy nitritligini. Balki ammoniy nitrat bo'lishi ham mumkin desangiz, oddiy modda hosil bo'ldi degan azot.
Endi mana bu qismda bu demak -3 holatidan 0 holatiga o'tib olyapti. Bu qismda esa +5 holati, ya'ni mana bu -3 dan 0 holatiga o'tib oksidlanyapti. +5 dan 0 holatiga o'tib, demak qaytarilyapti. Ya'ni ikkita jarayon ham bitta sodir bo'lyapti. Bu sim proporsionalnish. Ya'ni ikki xildan bitta modda tarkibida turgan ikki xil oksidlanish darajasidan bir xil oksidlanish darajasiga o'tish bu sim proporsionalnish reaksiyasi. Xo'p, mana shundan bilib olsak bo'lar ekan. Endi barcha reaksiyalar yozib chiqing deyapti. Bularni yozib oldik. Deyarli asosiylarini yozib chiqdik, o'chirib yubordik. Demak 43-savol mana shunday bo'ldi. Xo'p, e'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi variantlarni ham xudo xohlasa chiqarishga boshlaymiz. Bizni kuzatishda davom eting.